Dunyo tekismi yoki dumaloqmi degan o'tgan safar mavzu e, kelib chiqqan edi, savollar bo'luvdi. Biz mana ancha izlanishlar olib bordik. Bu bizani daftarga, qog'ozga yozgan nimalarimiz. Xo'p, dalillar va isbotlarga kelamiz. Buni ikki xil tarafdan olib qaraymiz. Birinchisi dunyoviy tarafdan, ikkinchisi diniy tarafdan. Dunyoviy tarafdan hozirgi olimlar aytadiki, dunyo dumaloqdir. Buni har xil nima deydi, kosmik kemalarda, har xil nimalardan, teleskoplardan, boshqa zamonaviy asbob anjomlar orqali isbotlangan. Xo'p, buni ba'zilar rad qilishadi. Xo'p, buni tarixi qanaqa o'zi? Dunyo tekismi, dumaloqmi degan tortishuv, bu munozara yangimi, eskimi? Juda ham eski. Buni hozir xulosasini sizga aytib beraman qisqa qilib. Qadimgi Bobilda ham bu tortishuv bo'lgan. Undan keyingi Misrda ham, qadimiy Yunonistonda ham, eski yillarda miloddan avvalgi 2000-3000 yil avval aksariyat insonlar dunyo dumaloq degan e'tiqodda bo'lishgan. Lekin o'sha vaqtlarda ham dunyo tekis degan teoriyani himoya qilgan insonlar bo'lishgan. Suqrot, ya'ni miloddan avval 4 asr oldin yashab o'tgan Yunon faylasufi, keyin Pisagor, Aristotel, Parmenides va shunga o'xshagan bir qancha Yunon olimlari dunyo dumaloqdir deb aytishgan. Keyinchalik miloddan keyingi yashagan olimlar ham shu fikrda bo'lishgan. Xullas kelamiz islom vaqtiga kelib. Islom dini dunyo taraqqiyotiga juda ham katta hissa qo'shgan olimlarni bergan dunyoga. Ulardan Jobir ibn Hayyon, Al-Xorazmiy, Farg'oniy, Kindi, Abu Bakr Roziy, Farobiy, keyin Ibn Sino, Beruniy, Ibn Hazm, Juvayniy, Imom G'azzoliy, Ibn Tufayl va bir qancha, ya'ni ko'pini ismini yozib chiqdim. Aksariyat ulamolar ijmo qilishgan. Ya'ni butun islom olimlari birlashib aytishganki, dunyo tekis emas, balki dumaloqdir deb ittifoq qilishgan. Bir qancha juda oz miqdorda, sanoqli miqdorda olimlar dunyo tekis deb aytishgan, lekin ularni qolgan olimlar rad qilishadi. Sababi ular geografiyadan uncha chuqur mutaxassis bo'lishmagan, boshqa osmon ilmlari, yer ilmlarini yaxshi bilishmagani uchun faqat lug'atdan shu narsaga kelib chiqishgan deb xulosa berishgan. Faxriddin Ar-Roziy juda katta mufassir. U kishi o'zlarining kitoblarida oyat tarjimasida aytadilarki, allazi ja'alakumul arda firosha was samaa binaa. Bu yerni to'shak qilib berdik degan oyat bor. Buni dalil keltirib, yer tekis, to'shak kabi deyishadi. Bu to'shakdan murod, tafsirda aytadilarki, Alloh taolo yerni bizga mos qilib berganligi, yerda yashashligimiz qulaylik bo'lishi uchun. Masalan, yerni tuproqdan yaratgan, nima uchun oynadan yaratmagan? Oynadan yaratganda edi, yorug'lik o'tib ketardi. Yerda issiqlik yo o'sha quyosh nuri saqlanib qolmasdi. Ikkinchisi, tillodan qilib bermagan yo temirdan qilib bermagan, sababi yerda dehqonchilik, ekin-tekin qilish mumkin. Uchinchisi esa yana bir narsa, suvdan qilib bermagan. Suvdan qilganda yana to'shak misoli bizga qulay bo'lmasdi. Shuni hisobiga Alloh taolo bizni yerda har qanaqa yashashligimiz uchun sharoitlarni muhayyo qilib bergan. Bundagi Qur'ondan kelgan oyatdan maqsad mana shu bizga bo'lgan qulaylik, yerni insonga bo'lgan sokinligi deb aytadilar va qolgan tekis holatida, yarim shar holatida va boshqacha holatda bo'lgan degan insonlarga raddiya berib, ularni rad qiladilar. Qancha bo'ldi? Boshqa bir oyatda esa Alloh taolo Zumar surasida aytadiki, yukawwirul layla alan nahar va yukawwirun nahara alal layl. Biz kechani kunduzga, kunduzni kechaga bir-biriga almashtirib o'rab turamiz degan. Bundan murod dunyo dumaloqdir. Ya'ni kecha bo'lganda kunduz keladi, kunduz ketganda kecha keladi. Ya'ni bir-birini navbati almashib turadi deb ulamolar bu haqida mana shu dumaloqligiga dalil deyishadi. Bundan tashqari bu dalillarni olib qarasak, juda ko'p dalillar bor. Masalan, Shimoliy qutbga borgan sari soat nimalari o'zgarib boradi. Janubda esa umuman boshqacha. Nima uchun tekis bo'lsa, hamma joy bir xil bo'lishi kerak emasmi? Yorug'lik bir xil tushishi kerak emasmi? Yo'inki aytaylik, namoz vaqtlarigacha hatto o'zgarib turadi. Ibn Obidin Raddul Muxtorda bundan bir asrdan ziyod vaqt bo'lgan oxirgi Hanafiy olimlarning eng kattasi kitoblarida aytadilarki, qutb mintaqalarida, shimolda, Rossiya, janubda, Antarktida taraflarda aytaylikki, kunduz yoki kechalarni o'ta uzun bo'lishligidan sabab
ulamolar namoz vaqti kirmasa ham, masalan aytaylik, белый ночь deydi, ya'ni oq tun. Rossiyani ba'zi hududlarida xufton namozni vaqti kirmaydi. Umuman namoz vaqti yo'q. Ya'ni o'sha biza 5 mahal namozni vaqtini quyoshga yo o'sha yorug'lik nimalariga qarab qilsak, xuftonni vaqti yo'q. U holatda nima qilinadi? U holatda o'sha eng yaqin mintaqadagi xufton vaqtiga qiyoslab, o'sha vaqt taxminan qilib o'sha yerda o'qiladi namozdan, nima deydi, ibodatdan xoli qolmaslik uchun. Va fatvo bu haqidadir. Ibn Obidin shunaqa deyishgan. Ya'ni xullas payg'ambar sollallohu alayhi vasallam boshqa bir rivoyatda ham oxir zamonda dajjol kelganda bir kun, bir yil, bir kun, bir oy, bir kun, bir hafta kabi bo'ladi. U paytda namoz qanaqa o'qiladi? Shunchalik tez o'tadiki, ya'ni nima qilinadi deganda payg'ambar rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, namozni taqdir qilib, taxmin qilib o'qinglar degan. Shuning uchun ya'ni namoz muhim narsa. Namozni aytilishligi demakki vaqtu soatlarni vaqti kelib o'zgarishidan ya'ni dalolat qiladi. Xullasi kalom, ya'ni dinimiz tarafidan ham olib qarasak, dunyoviy tarafdan ham olib qarasak, bu yer shari dumaloqdir. Yani dahaha, ya'ni u tuxumsimon desagan bo'ladi. Xullas natija e'tibori bilan tekis emas. Ya'ni biroz ellips, biroz tuxumsimon, biroz dumaloq, xullas aylana shaklidadir. Buni xilofini aytadigan insonlar dunyoda ko'plab topilar ekan. Hatto Braziliyada 11 million inson shu haqida shu fikrda ekan, shu nazariyani himoya qilishar ekan. Dunyoda ko'p bu teoriyaga ishonganlar. Ammo biz dunyoviy tarafdan ham, diniy tarafdan ham olib qarasak, xulosa shuki, musulmonlar ijmo qilishgan dunyo dumaloq deb. Bundan keyin ijmoga xilof bo'ladi. Hatto Imom G'azzoliy aytadilarki, o'zlarini asrlarida dunyoni dumaloqligi haqida islom ulamolari birlik qilishgan, bir bo'lishgan. Buni xilofini aytishlik, aksini aytishlik esa joiz emas. Shuning uchun ulamolarga tobe bo'lish kerak, bu mavzuni ko'tarmaslik kerak deb aytishadi. Vallohu a'lam. Alloh taolo bilganlarimizga amal qilishda